Mashina yo'qdimi? Haydab ko'rish xohlaysizmi? To'xtating chekkaroqda. Aka, salomatmisiz? Rozi bo'lsangiz mikrofon taqib qo'yaman, mayli? Mashina qalay, yo'qdimi? Mashina zo'r. Haydab ko'rish xohlaysizmi? Mayli. Prava bormi? Bor. O'tiring. Hech o'ylaganmisiz yo'lda ketayotgan paytimda kimdir to'xtatib meni mashina minish xohlaysanmi? Deyishligini. Ko'p o'yladim. Yuring. Zo'r. Chotki. Moskvadagi juda boshqa ishlaylar. Ko'pchilik qimmat mashina mingan kishini kibr deydi-ku. Nima deysiz shu fikrga siz? Odam o'ziga bog'liq. Kibr masligi. U minayotgan ahamiyati yo'q. minayotgan mashinasiga bog'liq emas-a? Ay, mashina o'ziga bog'liq. Puli yo'q odam ham kibr yo'q deydi. Gap yo'q. Shu gapingizga xursand bo'ldim. Hozir siz oddiy rejimda haydaysiz. Xohlasangiz sport rejimini ko'rsatishim mumkin sizga. O'zingiz ko'rsataylik. Bo'ldi. Tayyormisiz? Tayyor. Shu oyoqdagiga nimadir tushib ketibdi, aka. Shuni olib bering. Aka qalay, yaxshi. Moskvich nomer ham alohida temagan, 300 dagana. Gap yo'q. Qachon olamiz ekan, aka? 3 yilda olamiz. 3 yilda olamiz, xudo xolasa. Orzu qilishdan hech qachon to'xtamaslik kerak. Bu eksperimentdan maqsad nima? Menda bor narsa meni azizligim emas. Allohning oldida hammamiz bitta insonmiz. Aka, xursandmisiz? Zo'r, aka. Siz videolarimizni obuna bo'lib kuzatib turing, keyingi inson siz bo'lishingiz mumkin.